Adasi, men ishga ketyapman. Aha, yaxshi olib kel. Siz ishga bormaysizmi? Gaplashganman, o'sha javobini aytishini kutyapman. Telefon qilsam boraman. Firdavs o'g'lingiz ko'chada o'ynayapti. Qarab qo'yarsiz. Hop. Men ishga ketdim. Bo'pti, yaxshi olib kel. Sigaret mayli ertaga. Haliyam yotibsizmi? Qachon kelding? Hozir. Namcha uxlang. O'rnimga boshqa ish chop qo'yibdi. Kelajoyimmi? Kelasi ham. Siz ishga bormaysizmi? Telefon qilishdi, gaplashdim. 2-3 kunda o'zimiz chaqiramiz deyishyapti. Uyda bo'lib turaman endi. Oyi. Ho, bolam. Assalomu alaykum oyi. Alaykum assalom. Oyi, pastda bola cho'milayotgan ekan. O'shanga men ham cho'milsam maylimi? Mayli, bora qol bolam. Rahmat oyijon. Ko'p qolib ketma. Ertaroq qayt. Xo'p. Hozir. Kim? Keling qo'shni. Eringizni chaqiring. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Pastda bolalarim basseynda cho'milishayotganda eringiz oynadan baklashkada yashadi. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Qarab turing, qamataman eringizni hali. Ular ishlaydilar, uyda yo'q edilar. Nima? Siz eringiz ishlaydimi? Sizga ham qoyilmasman shu bilan yashab yurganingizga. Yana shu odatingizni boshladingizmi? Oyoq qo'lingiz sog' harakat qilsangiz bo'ladi-ku. Ulgurni manshetga qo'yib qo'ysangiz, o'zim chiqazib qo'yardim. Bo'pti, qo'y bu gaplarni. Men ishim javobini bilib kelishim kerak. Pul ber menga, borib kelib.